Assalomu alaykum ahli YouTube. Aynalar qandaysizlar? Zo'rsizlarmi? Salomatliklar zo'rmi? Uchastka so'raganlar uchun uchastka tartib Gulistonning sentrida, sentr Dandan qishloq saylar o'zi hamma biladi. Eng narx 60-maktab qarasi ko'rib turadi. Sho'rdan shunday chiqqaningizda. Qarasi uyning dokumentlari 100% bor ekan. Uy sodiq ekan. Jo'lning oldida qarasi bu tarafda ham hamsa var, bu tarafda ham hamsa var, ikki tarafda ham hamsa var. Aynalar hozir uyda bir ko'rsatib polisi chegaralardi. Ariqdan bu tarafı şu soğukluğun içeri kireydi ekan-da. Bir yerde Şorman degan narsaning o'zi yo'q-da. Shunday chiqaslar narxda 60-maktab ko'rinib turadi. Naqdim yaqin suv masalasiga kela qolsak, suv qarachi nasoz ishladimi? Birinchi suv shularga keladi-da. Sho'r keladi. Soğukda xeyli uzun ekan bundan. Uzun ekan 2 kishi bo'lib olsa ham bo'ladi ekan-da. O'rtasidan dokumenti 100% bor ekan. Adag'i shu nastoykalar ekan. Uzun yer ekan-da. Na anarlar o tarafga qaraydi ekan, aytdik. Bir yerga shu jo'nashqani bizib turgan qaytadan bir jo'nashqa urib belasa, tamam, o'sib yotadi. O'sib ketaverasizlar, o'rib. Namner jo'l. Bu darvoza kiraqqan yer. Bu yog'i bir yer ekan-da. Mana shunday uchastka ekan aynalar. Aynalar qaraysiz charchagan ekan, bunisi ham charchagan. Buni egasi aytib bizib turib, qaytadan 2 kishi olsa ham bo'ladi ekan-da. Bo'ladi, 2 kishi olsa ham bo'ladi ekan. Dokument 100% bor. Narxga kela qolmasan, narxi egasidan so'raysan, o'sha yerda nomeri yozilgan. Ham WhatsApp bor, ham shunday ursangizlar ham bo'ladi. Jonar zaman bo'lsin, like, podpisasini bosishni unutmanglar. Padeshga qilib qo'yinglar aynalar. Qarasi uy olaman degan insonlar ko'rib qolsa, xursand bo'ladi. Jonar zaman bo'lsin aynalar.